Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun kavrak nastoykamiz, ya'ni nastoyka firula haqida qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Bu nastoyka holati, mana bu kapsula holati. Kavrak shirasi kapsulasi, bu nastoykasi. Buni foydasi tegadigan kasalliklar turini aytsam, qandli diabetda, nevrozlarda, revmatizmda, bronxanalniy astmada, pnevmoniya va yallig'lanishlarga qarshi beriladi. O'pka sili, jigar kasalliklari, buyrak kasalliklari, miya osteosklerozida, quvvatni kuchaytirishda va jinsiy zaiflikda juda ham foydasi ko'p berib kelyapti. O'pkadagi onkologiya uchun ham beriladi. Buni iste'mol qilish tartibi: bir kunda bir choy qoshiqdan 3 mahal 50 gram, tabga qarab 50-60 gram горячий вода, iliq suvga aralashtirgan holatda iste'mol qilinadi. Bu kapsula holati, bu nastoyka holati.